Yaxshi. Вообще issiqqa bu nimayam ishlar ko'p. Okey. Vo. Aytgancha barcha salom do'stlar. Do'stlar qaranglar, man sizlarga boya aytish esimdan chiqdi. Men boya ish qilayotgan paytim bular kelib olib, televizor ko'ryapti, horror multfilm ko'ryaptimi yoki kino ko'ryaptimi bilmadim. Даже anavi men bunaqa generator olib kelish bo'lgan, bilmadim. Mer nimalar ko'rsatyapti bularga. Aytgancha barcha salom do'stlar. Men ismim Shahis va mening video roligimga xush kelibsizlar do'stlar. Bugun do'stlar nima qilamiz? Bugun do'stlar ajoyib va g'aroyib mana bularni qanaqadir kinosini ko'ramiz bolalar. Qanaqa kino ekan bolalar, qanaqa kino bolalar. Xo'p, suv olishimiz kerak bolalar va qaranglar, men 50 litr olganman. Xohlasanglar men sizlarga ko'rsatishim mumkin 50 litrani. Xo'p, birinchi suv olishim kerak. Suv juda ham kerak. Okey. Hop, yaxshi. Xo'p, ana endi hozir merdan so'rasak. Xo'p, mer assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nima gap Shahis? Nima bo'lyapti bu yerda? Qarochi qara, mana bu yerda bizni qishloqda qarochi terroristlar kelmoqda. Nima? Qarochi mana bunaqa yaxshi odam emaslik kelyapti-da. Rostdan. To'g'ri, rostdan. Yo'q, bo'lishi mumkin emas lekin. Yo'q, to'g'ri. Anavi nima desam bo'ladi? Yovuz odamlardan qarochi to'g'risini aytsam. Yo'q, nima qilishimiz kerak? Shunga hozir mana bu yangiliklardan ko'rsatdim. Qishloqlar ishonmadi. Xohlasang ishonmasang men ham ko'rsataman. Yo'q, shart emas, men sizga ishonaman. Unda bo'lmasa qara. Biz ham pul yig'yapmiz. Biz ham o'zimiz qishloqni kuchaytirishimiz kerak. Biz вообще hamma qishloq kuchaytira olmaymiz. Bitta bo'ladi olishimiz kerak. Yo'q, mani pulim ham shunchalik ko'p emasda. Emas, pulus ko'ruvdim. Mana oltin sandig'ingizga pashka pullar bor. Obunachilar, sizlarga modlik kerakmi? Unda men o'zimni Telegram kanalimda maslahat beraman. Bilasizlar, yaqinda men o'zimni Telegram akkauntimni o'chirib yuborgandim. Shu sababdan yangi kanallar va yangi akkauntlar ochdim. Eski kanallarga obuna bo'lgan bo'lsanglar chiqib ketinglar. Umuman kerak emas endi ular. Meni yangi kanalimga va chatlarimga obuna bo'lib qo'yinglar va modlarni o'sha yerdan olinglar. Yangi modlarni tashlab boraman. Barchalaringizni kutib qolaman. Yo'q, uni men bankka topshirib kelganimda hozir olib kelgunimcha vaqt o'tib ketadi, yaxshi bo'lmaydi. To'g'ri aytasiz mer. Bo'lmasa to'xtang. Hop, qayerda himoyalasak? Meni uyimni himoyalasak, o'zingni uyingni himoyalayapsan deydilar. Merdikini himoyalasak bo'lmaydi, qishloqlar rozi bo'lmaydi. Men bu 4 ta uyni himoyalasak qanday bo'lar ekan, ha? Mer, qarang, men juda ham ajoyib joy topdim. Qanaqa joy ekan? Mana bu 4 ta uyni himoyalasak bo'lmaydimi? Nima, mana bunimi? Mana ortimdagi, ya'ni men qishloqlar ortidagisi. Rostdanmi? To'g'ri aytasan, bo'lmasa davay pullarni olib kelinglar, tez-tez yig'ilishib qo'ysak bo'lmaydi. Okey, bo'ldi, men hozir pullarimni olib kelaman. Davay ishlab boshlanglar. Davay qishloqlar bunaqa shotga o'tirgandan ko'ra bir ish qilinglar foydali. Do'stlar, mana ko'rishinglar mumkin, bizning qishloqqa qanaqadir yovuz odamlar kelmoqda do'stlar. To'g'risini aytsam, bu yovuz odamlar o'zlaringiz bilasizlar, nimaga tepaga chiqyapsan, Karl uying bu yerda emas-ku deganlar bo'lsa, bo'la bilasizlar, men hozir. Hoppa. Qo'y. Mam. Ama elitram. Bo'l do'stlar. Panika qilmaymiz. Hoppanya. Hoppa, let's go. Uy. Yo'q deligini, uy. Qo'rqib tashlaydi. Hoppa. Uy, sal qo'lim suvga kirib ketdimi? Shunday yaxta issiq kunda tomir tortishib qolishi mumkin do'stlar. Sizlarga hozir issiq kun bo'lyapti, to'g'risini aytsam, bilasizlar, hozir yoz ham kelib qolay deyapti, maktab ham tugay deb qoldi. Lekin do'stlar, men sizlarga mana bu kanalga bo'lishinglarni maslahat bermayman bo'ladi. Nima qilasizlar, unaqa joylarga bor. Undan ko'ra basseynlarga boringlar, xavfsiz joylarga, do'stlar. Unda mayli, mana bu pullarimni olaman do'stlar, yetsa kerak. Bu pulimni ham olishim kerakmi do'stlar? Lekin juda ham ko'p bo'ladi. Okey, hoppa. Mayli do'stlar, nima ham derdik bo'lmasa, qo'shmasak bo'lmaydi. Bilasizlar-ku, men qishloqqa jonimni fido qilishga ham tayyorman. Okey, mayli. Mer, mana men pullarimni olib keldim. Xo'p, yaxshi. Okey. Mer, mana qilib bo'ldim. Shahis, молодец. Bo'ladi, okey do'stlar. Mana ko'rishinglar mumkin do'stlar, вообще chotki chiqib baba tashadim do'stlar, mana ko'rishinglar mumkin. Xohlasanglar men o'zim ichkarini obzor qilib beraman. Men shunday obunachilarimga ichkarini shunday obzor qilib chiqay. Bemalol tez bu faqat kech qolyapmiz, bu tez. Okey, bo'ldi. Do'stlar, вообще ishlatib tashadi, mer. Mayli do'stlar, mana ko'rishinglar mumkin, qaranglar, bu yerda
takoy mana ko'rishinglar mumkin. Bu yerda o'zini himoya qilish uchun mana narsalar bor bo'ldi. Shuni tez olib, shuni paq 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 bo'lar короче. Mana endi bu yerda. Do'stlar, bu yerda mana bu yerda endi bilasizlar. Nimaligini bilasizlar bo'ldi mana. Bu bronyalar va mana medical короче tibbiy narsalar mana ko'rishinglar mumkin bo'ldi mana. Xo'p, mana bu yerda ham qo'yganmiz chunki juda ham kerak do'stlar. Juda ham yovuz odamlar qamoqdan qochib ketgan. Bularni to'xtatib bo'ladimi do'stlar? Aytib bo'lmaydi va bu yerda security'miz o'tiradi. Bu security albatta meni o'zim bo'laman. Chunki qishloqlar umuman tushunmaydi, meni o'zim tushunayman. Ko'rishinglar mumkin. Okey. Hop, mana ko'rishinglar mumkin. Okey, mana ko'rishinglar mumkin. Mana bo'ldi mana. Hoppa. Hop, mana mer. Okey, ko'rishinglar mumkin bo'ldi. Bemalol buni ishlatish mumkin. Shu sababdan buni qo'yib qo'yaman. Yaxshi, bironma bo'lib qolsa mana shunday signalizatsiya keladi va men shuni paq chiqamanda yorib tashlayman do'stlar, ko'rishinglar mumkin. Xo'p, bu yerda do'stlar, bu yerda просто tak bu yerni o'zgartirmadik. Bu yerda kimdir charchasa shunday tez uxlaydi, chiqadi. Shunday deb bo'lar короче. Mana bu do'stlar, endi hozir men juda ham zo'r pozitsiya qilib olganman do'stlar. Hozir nima desam bo'ladi? Mana bu yerda qishloqlar polni ashni hamma joyda o'rab, mashina terib chiqamiz bo'ldi. Juda ham xavfsiz yer qilamiz bu yerda do'stlar. Unda mayli, men sizga juda ham ajoyib bitta maslahatim bor. O do'stlar, вообще boru juda ham zerikib ketdim men do'stlar. Boydan beri qarab o'tiribman, hali beri eshitma bo'lgani yo'q. Juda ham ajoyib do'stlar. To'xtanglar, men kameraga qaramadim bo'ldi. Polni o'tiraverib kameraga qaramadim. Gamburgerman mo. Okey, xo'p. Bu yo'lga qarasak. Xo'p, bu yo'lda tinch, okey. Xo'p, adashmasam mana bu 5-chi kamera edi. Tushunmadim. Do'stlar. Mana bular kim? Do'stlar, adashmasam bular boyaki men o'ylagan kishilar do'stlar. Do'stlar, tezroq merga aytish kerak, merga. Do'stlar, tezroq mana bularni olish kerak do'stlar, bilasizlar. Har ehtimolga qarshi Apple'lardan olish kerak bo'ladi, tezroq Apple. Okey. Okey do'stlar. Hop, mer nima bo'lib o'tiribsiz? Men ot olmayman, qo'rqaman, meni himoya qilinglar. Xo'p, bo'ldi, mer ana ular keldi. Rostmi? Hozir men himoya qilaman. Yo'q. Ikkita qishloqni o'zi yo'q qilib tashadi. Yaqinlashmalaring. Yaqinlashma. Yo'q aka. Sen o'sha qahramon bu yoqqa kel. Bu yoqqa kelsan. Yo'q topchi. Qanday qilib o'tyapsan? Tushunmadim. Qanaqa nima g'alati? Tushunmadim. Yana bular kelyaptimi do'stlar? Voy, to'xtanglar, nimalar bo'lyapti bu yerda? Qanday bug bo'ldimi yoki menga nimadir shunday tuyuldimi? Yo'q, tush ko'rdimmi do'stlar? Yo'q, tush ko'rganim yo'q. Hali beri mana bular ketgani yo'q. Qanaqa tush? Yo'q, qanaqa tush? Hozir ko'rsatib qo'yaman bularga bitta. Okey. Bittasi ketdi, okey. Yo'q, mana qilib qo'ydim, o'zimni do'stim urib qo'ydim. Okey, bo'ldi, asta. Hoppa. Voy do'stlar, qochib ketganim yaxshimi? Yo'q, qochib ketib bo'lmaydi. Jang maydonini tashlash yaxshi emas do'stlar. Okey, xo'p, bu yoqqa kel. Qani? Qani ular? Voy! Yo'qqa kel. Okey. Mana hech kim qolmadi do'stlar. Okey. Menimcha hamma ketdi do'stlar. Chiqarib o'tiraylikchi, nima gap ekan? Qishloqlar kechirasizlar. Nima qilib qo'yding, bitta do'stimizni otib qo'yding? Bilmadim, bunga uncha shug'ullanmaganman-da. Sani ko'zi g'ilay, qo'li qiyshiq. Kechir qishloqqa. Do'stlar, kala qo'yib qo'ydimman. Aytgancha do'stlar, sizlar bitta gapimni eshitib olinglar do'stlar. Bitta gap aytib olmasam bo'lmaydi do'stlar. Xo'p do'stlar, qaranglar. Sizlar Odilboyni anchadan beri ko'rmayapsizlar. Odilboyni sababi Odilboy Telegram kanalida 1000 ta obunachi yig'a olmay o'tiribdi. Shu sababdan do'stlar, Odilboyni Telegram kanaliga o'tib qo'yinglar. Telegram kanal kommentariyada bo'ladi do'stlar. Shuning uchun do'stlar, короче, 1000 ta obunachi qilsanglar, Odilboy juda ham katta seriallar qilishdan boshlaydi. Ayniqsa maktab seriali. Ko'pchilik maktab seriali olinglar deyapsizlar. Menimcha sizlar tezroq 1000 ta obunachi qilsanglar, Odilboy Telegram kanalini maktab seriali olinadi do'stlar. Bu yerda maktab seriali deyapman, lekin do'stlar, mana bu yerda
Qaytib kelishmasa bo'ldi. Menimcha hech kim kelishmasa kerak. Mer birorta xabar yo'qmi? Xabar bor. Adashmasam bular 4 ta edi. 4tasini urdingmi? Ha, to'rttasini urdim. Ha, bo'lmasa bo'ldi. Ha, xavf xatar ortda qoldi. Ha, rostdanmi? Xudoga shukr. Qishloqlar bemalol ketishinglar mumkin. Xavf xatar ortda qoldi. Rostdan. Ha, bo'ldi, hammasini yo'q qilibmiz. Mayli do'stlar, bugun sizlar bilan men yana shahs bo'ldim. Video sizlarga yoqdi degan umiddaman. Kelasi videoda ko'rishguncha xayr.